Hech o'ylab ko'rganmisiz? Insonning IQ darajasini unga bir qarashda aniqlash mumkinmi? Ma'lum bo'lishicha, miyamiz bu ma'lumotga ishonadi. Misol uchun, bir tadqiqot bor, odamlarga hech qanday ma'lumot bermasdan saylovdagi nomzodlarning suratlarini ko'rsatishgan va odamlar ularning yuzlariga qarab 85% aniqlik bilan g'oliblarni taxmin qilishgan. Biz ongsiz ravishda simmetrik sog'lom yuzlarni aql va yetakchilik belgisi deb hisoblaymiz. Ayrim blogerlar shu fishkadan foydalanadi. Lekin gap mana shunda. Agar sizga bir odamning suratini ko'rsatib va qotil deb tanishtirishsa, uning nigohida shafqatsizlik ko'ra boshlaysiz. Bordi-yu uni buyuk olim deb atashsa, unda ham donishmandlik va yuksak aql idrok borligini payqay boshlaysiz. Bu haqida xarizmani kuchaytirish bo'yicha videomda ham aytib o'tgandim. Mana bu podkast orqali bu videodan so'ng o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mana kanalimda o'zi deyarli har hafta aqlni chaqlaydigan va qiziqarli videolar chiqadi. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Sizlar bilan tahiyot, siz Topuz kanaldasiz. Qani boshladik. Sizning miyangiz bu yer yuzidagi eng murakkab texnologiya. Har soniyada milliardlab signal, trillionlab aloqalar, superkompyuterdan ham kuchli. Lekin eng g'alati tomoni shuki, uni buzish uchun sizga dushman ham kerak emas. Siz buni o'zingiz qilyapsiz. Bugun biz IQ haqida gaplashamiz va insoniyatning asta-sekin aqliy degradatsiyasi haqida. Nega odamlar vaqt o'tib aqlliroq bo'lish o'rniga ayrim jihatdan ahmoqlashib boryapti? Nega miyamiz evolyutsiya davomida rivojlangan bo'lsa ham biz uni asta-sekin qo'pol qilib aytganda o'chirib qo'yapmiz? Va yana bir muhim savol. Bu jarayon allaqachon siz bilan ham bo'lyaptimi? Lekin bu haqida keyinroq aytib beraman. IQ bu shunchaki testdagi raqam emas. Bu muammolarni hal qilish qobiliyati, mantiqiy fikrlash, naqshlarni ko'ra olish, yangi vaziyatlarga moslashish degani. Oddiy qilib aytganda, qanchalik tez va chuqur o'ylay olishingiz. 20-asr davomida olimlar qiziq hodisani payqashdi. Har yangi avlodning o'rtacha IQ darajasi biroz yuqoriroq chiqardi. Bu hodisa hatto nom ham oldi. Flynn effekti. Odamlar tobora aqlli bo'layotgandek ko'rindi, ammo kuch tarafdan zaiflashib borardik. Lekin keyin nimadir o'zgardi. So'nggi 10 yilliklarda bir qator davlatlarda IQ o'sishi to'xtadi. Ba'zi joylarda esa hatto pasaya boshladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Pasaya boshladi. To'g'ri, biz texnologik jihatdan rivojlanib boryapmiz, lekin shunga qaramasdan asta-sekin miyamizni zaiflashtiryapmiz. Buning birinchi sababi cheksiz dopamin. Ha, o'sha qisqa, saviyasiz videolar. Endi bilmadim, qizlar haqidami, bittasi ikkinchisini urganimi, xullas, ular ko'p. Biz esa kammiz, birlashamiz. Telefoningizni olaylik. Instagram, TikTok, Reels, Shorts, yana scroll, yana video, yana 15 soniya, yana 10 soniya. Miyangiz har safar kichkina mukofot oladi. Dopamin. Menimcha o'zingiz ham buni payqay boshlagan bo'lsangiz kerak. Muammo shundaki, miya oson mukofotlarga juda tez o'rganadi. Natijada uzoq e'tibor talab qiladigan narsalar, misol uchun kitob o'qish, chuqur tahlil, ko'p o'ylash miya uchun zerikarli bo'lib qoladi. Natijada e'tibor davomiyligi pasayib boradi. Oldin odamlar 30 daqiqa diqqat bilan o'qiy olgan, keyin 20, keyin 10. Hozir esa bir narsaga odamlar hatto 30 soniya diqqatini ham ushlab tura olmaydi. Va bu shunchaki odat emas, bu miyadagi neyron yo'llarni o'zgartishidir. Ikkinchi sabab esa fikrlashni outsource qilish. Oldin odamlar yo'lni eslab qolishardi, bugun GPS bor. Oldin faktlarni yodlashardi, bugun Google bor. Oldin bahslashardi, dalil keltirishardi. Bugun esa izohlar bo'limida 2 jumladan keyin hamma charchaydi. Texnologiya yomon emas, lekin biz uni yordam sifatida emas, o'rinbosar sifatida ishlata boshladik. Hatto bugungi kunga kelib, o'zim hayron qolgan narsalardan biri odamlar ChatGPTsiz qaror qabul qila olmasligi. Come on, bu sizning hayotingizni sun'iy intellekt qo'liga topshirib qo'ymang. Mavzuga qaytamiz. Natijada miya juda oddiy prinsip bilan ishlaydi. Ishlatilmagan narsa zaiflashadi yoki kuchini yo'qotadi. Bu xuddi sportni tashlagandan keyin bel, oyoq, bo'yin qotib qolish kabi. Agar siz hisoblamasangiz, matematik fikrlash susayadi. Agar siz o'qimasangiz, til va tahlil qobiliyati pasayadi. Agar siz chuqur o'ylamasangiz, mantiqiy bog'lanishlar sekinlashadi. Oldinroq aytganimdek, sport zaliga bormasangiz nima bo'ladi? To'g'ri, mushaklar kichkinalashadi.
Bitta aytib ketadi. Uchinchi sabab bu axborotning zaharlanishi. Biz tarixdagi eng ko'p axborotga ega davrda yashayapmiz. Lekin shu bilan birga eng yuzaki axborot davrida ham. Miya asta-sekin chuqur bilimdan ko'ra tez stimulyatsiyalarga o'rganib qoladi. Natija odamlar ko'p narsani eshitgan, lekin haqiqatdan kam narsani tushunadi. To'rtinchi sabab esa bu doimiy chalg'ish. Bir vaqtning o'zida Google'dan 10 ta vkladka, telefon bildirishnomalari, chatlar, videolar, fon musiqa. Miya aslida multitasking qilmaydi, u kontekst almashtiradi va natijada chuqur o'ylash pasayib, energiya sarflanadi. Tasavvur qiling, sizning miyangiz bu Ferrari mashinasi va har safar 10 metr yurib siz tormozni bosyapsiz. Gaz, tormoz, gaz, tormoz. Bunaqada dvigatel yemiriladi. Va eng qiziq savol, buni qaytarish mumkinmi? Miyani tiklash imkoniyati bormi? Yo'q. Hazillashdim. Ha, mumkin. Miya plastik va bu o'zgaradi degani. Yangi neyron aloqalar yaratadi, moslashadi, lekin buning uchun siz uni ishlatishingiz kerak. Unchalik qiyin emas, to'g'rimi? Uzoq matn o'qish, ya'ni kitoblar. Yo'q deganda kuniga 20 daqiqa o'qing va bir oydan so'ng menga kelib rahmat deysiz. Murakkab narsalarni o'rganing. Bu yerda misollar ko'p. Qandaydir ish yoki mashq. Turnikda tortiling, bryus qiling yoki kvant fizikasini o'rganib, tushunib oling. Fundamental darajadagi reallik qattiq jismlar to'plami emas, balki ehtimollik amplitudalarining cheksiz ummonligi. Xullas, hammasi sizni didingizga bog'liq. Bir masala ustida uzoq o'ylash. Menimcha bu yerda misollar bersam o'rinsiz bo'ladi. Hammada muammolar bor. To'g'ri, boshida qiyin bo'ladi, chunki miyangiz tez dopaminga o'rganib qolgan. Lekin vaqt o'tib, u yana kuchayadi va mana eng paradoksal haqiqat. Bugungi kunda eng katta ustunlik bu super IQ emas. Bu diqqatni ushlab turish qobiliyati. Agar siz bir soat chuqur o'ylay olsangiz, siz anchagina qolganlardan oldindasiz. Agar siz bir kitobni oxirigacha o'qiy olsangiz, bu ham kamyob qobiliyatga aylanib bormoqda. Agar siz murakkab bir fikrni tushunishga vaqt ajratgan bo'lsangiz, siz miyangizni rivojlantiryapsiz. Shuning uchun savol odamlar nega ahmoqlashib boryapti emas, balki haqiqiy savol, siz ham shu oqim bilan ketasizmi yoki miyangizni saqlab qoladigan ozlikdan bo'lasizmi? Chunki kelajakdagi eng qimmat resurs na pul, na texnologiya bo'ladi. Eng qimmat resurs fikrlay oladigan miya bo'ladi. Aytgancha, Telegram kanalimga miya chaqlash bo'yicha har xil postlar qo'yaman. Video tagida havola bor, o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Sizlar bilan tahiyot. Siz Topuz kanali dedingiz va shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizdan bitta iltimosim bor. Kommentariyada qandaydir o'qishga kitob yozib ketsangiz, xursand bo'lardim. Kommentariyada ko'rishguncha, xayr. Va e'tibor davomiyligiga Hali shunaqa xatolar qilasiz hayotda.